Kimsan? Bu yerga qanday kirding? Menimcha, sen aqldan ozgan bo'lsan kerak. Ishongim kelmayapti. Bu yerda qulflanganmisan? Nima ketyapsanmi? Shoshma. Meni qo'ying. Odamlar menga yaqin turuvchilarga o'rganmagan. Nega ular bunday ajoyib ruhoniyni qamab? Tiriklik uchun. O'ylaganimdek, bu bo'yin emas ekan. Bu boshqa qiz, to'g'rimi? Jincho yot. Tanani ko'ldan 3 yil oldin olib chiqqanimizda ruhi o'lib bo'lgandi. Bu tana qizimga tegishli. Bu jin go'yo. Men turmushga chiqyapmanmi? Yo'q. Men bunday nikohni xohlamayman. Bu yerga qarang. Bu Chanuk emasmi? Rahmat. Chanuk. Ismimi qayerdan bilasan? Tasodifan bilib qoldim. Jenevani bo'lajak rahbari esa men bo'laman. Jin bu yon. Meni erim bo'lishini xohlayman. Aqldan ozganmisan? Men ham hamma nomzodlar ichidagi eng aqldan ozgan qizga uchraganimga ishongim kelmayapti. Demak, sen meni nomzodimni ikkala sifatida ko'ryapsanmi? Yo'q. Menga uylanishni xohlamaysanmi? Nima qilaman? Chunki men go'zallikka tengsizman. Bir kun kelib, meni yordamim kerak bo'lishi mumkin. Kelib, meni olib ketishini istardim. Uni kutyapman. Kimni? Qaylig'imni. Ketdik, qadrli Erjon. Nima qilyapsan? Meni ko'tarmaysanmi? O'zing yura olmaysan? Chunki karamdek qavat-qavat kiyimdaman. Bu bilan yurish qiyin. Shunchaki seni yaxshiroq bilmoqchiman. Agar sen o'ylagandek bo'lmasan, tashlab ketasanmi? Bo'lajak yo'q. Nima? Agar buni aytsang, rasman nikohdan o'tamiz. Qani? Oxirigacha. Ular har doim meni shu yo'l bilan topishadi. Men qaytib borishni xohlamayman. Menga bu yer yoqdi. Sen ham menga yoqasan. Mana ipni kesib tashlang. Agar u ilohiy kuchlarni tiklasa, nafsuni xotirasi ham qaytishi mumkin. Chanuk uni sevadi. Agar unga aytsangiz, u sizga uni himoya qilishga yordam beradi. Yo'q. Hatto ikkalasi uchrashib qolsa ham, ular bir-birini tanishmaydi. Hech qachon. Bu qismatimga yozilgan ekan. Biz turmush qurganmiz. Nikohingizni tasdiqlovchi guvohni keltiring. Bizda guvoh bor. U farzand kutyaptimi? O'shgancha, o'sha paytgacha mendan homilador bo'lmoqchimisan? To'g'risi shunga umid qilgandim. Xotinim uxlay olmayapti. Iltimos uni yarim tunda chaqirmang. Ko'rinishing chiroyli. Imkon bo'lsa, oilangiz timsoli tushirilgan taqinchoqni taqsam bo'ladimi? Ha. But you're breaking down my walls again.
Men har doim yoningda bo'laman. Shu masofada. Yuragimda menga joy borligini bilmoqchi edim. Menimcha joyi yo'q ekan. Shuning uchun to'xtadim. Onang ham meni Jenevonga borishimni xohlayaptimi? Ha? Bora olasanmi? Yo'q, men bunga aralashishni xohlamayman. Bizni taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Sen tufayli hushimdan aylaman. Seni ista. Yaxshi dam olishingga yordam beraman. Endi sendan foyda yo'q. Men ham ketishingga qarshi emasman. Shunchaki meni sog'inishingni aytishing qiyinmi? Aqldan ozaman sensiz. Seni sog'inaman. Seni ko'rgan onimdan bilardim. Sen meni yorimsan. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Mo'vi nefret egasi men edim. Naqs. Men haqiqatdan ham uni juda yaxshi ko'rardim. Unchaki ketmoqchisan? Kutaman deb ham ketib qolding. Nima boshqasini izlaganing uchun tashlab ketmoqchimisan? Bu safar meni sog'inishni boshlamaguninggacha kutayotgan odam men. Seni juda yaxshi ko'raman. O'zingdagi moviy belgi. Oxirgi marta meni qo'lda olib borishni so'ragandim. Lekin ketib qoldim. Mana, baxtlimisan?